O'tib oling. Sharaf aka, oyimga privet qilib qo'ying. Assalomu alaykum, onajon, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Bir gap aytmoqchiman sizga, katta bir tashakkurimizni, rahmatimizni aytmoqchimiz, chunki shunaqa bir go'zal fe'llik, go'zal xarakterlik, juda bir odobi go'zal, o'zi go'zal farzandni dunyoga keltirganingiz uchun sizga juda ham rahmat. Voy, rahmat. Bu planda yo'q edi, shunchaki Valjon aka mana. Rahmat. 150% sharob gapiga qo'shilaman. Rahmat onajon, umringiz bo'lsin. Endi menga opajon bo'ladilar. Opajon. Yo'q, sizdan kichkinalar onam. Kichkinamlar. Nigora opa bilan tenglar. Ha, unda mendan kichkina. Singiljonim, umringiz bo'lsin. Rahmat. Shunday odobli, axloqli farzand o'stirganingiz uchun rahmat. O'zi aslida-chi hozirgi zamonda internet, paynet, bezbet, surbetlar xalaqit qilayotgan bir paytda bir qizni bir iboli hayoli qilib bir voyaga yetkazishni o'zi bir katta bir qahramonlik. Mana shu qahramonligingiz uchun rahmat.